Kecha men o'zimni o'ldirmoqchi bo'ldim. Bilaman. Men hazillashmayapman, o'rtoq. Bilaman deyapman u. Oying aytdilar. O'zingni o'ldira olmabsan-a? Senga bitta gap aytaymi? O'zingni o'ldirishing kerak edi. O'shanda hamma muammolaring o'zidan o'zi hal bo'lib qolardi. Keyin seni qarzingni to'layman deb oying uydagi hamma narsani sotardi. Keyin oyingni sochlariga oq tushadi. Bolalaring tirik yetim bo'ladi. Xotining o'zi xolamagan odamga majburlikdan erga tegadi. Oying siningni boqaman deb qattadir farroshlik qiladi. Sining ham endi tergab turadigan akam yo'q-u deb xolagancha yashashni boshlaydi. Nima? Erkak hamma muammolarni o'zi hal qilgani uchun erkak. Erkak shu uchun ayollardan bir pog'ona balanda bo'ladi. Agar bu narsani eplolmasang, xotinlarga joyingni bo'shatib qo'y. Tushunding? Xezalik.